Denov shaharda markazi ushbu ko'rib turgan Imozay qurgan yangi ko'p qavatli Tojmahal nomli bino domlardan 2 xonali 65 metr kvadrat uy sotuvga qo'yiladi. Videoni oxirigacha ko'ring, hozir obzor videosini qilib o'tganman. Denov shahar Tojmahal Imozay qurgan yangi ko'p qavatli domlarda 2-qavatida 65 metr kvadratli ushbu korobka holdagi xonadon sotuvga qo'yiladi. Xo'p, xonadonga kirganimizda chap o'ng qo'l tomonda sanuzel uchun joy tashlangan, ko'ryapsiz. Hozir elektr energiyasi ham to'p o'tmagan, shuning uchun sal qorong'i. Xo'p, kirganimizda bu tarafi spalni, yotoqxona uchun mo'ljallangan. Xonadonlar keng va shinam zamonaviy uslubda. Bu yerda xo'p, kuxnya, oshxona bo'ladi. Bu tarafi mehmonxona, ovqatlanish uchun joy. Xo'p, Wi-Fi tizimi o'tgan, kanalizatsiya tizimi, suv, tabiiy gaz kelgan, ko'rib turibsiz. Xo'p, faqat korobka holda. Bu tomon jome mahallaga qaragan qismi, ya'ni balkoni. Xo'p, oluvchilar bo'lsa, telefon raqamlariga telefon qiling. Batafsil ma'lumot berib o'tamiz. Srochniga metr kvadrati 6.200.000 so'mdan qilib belgilangan. Yana oluvchilar bo'lsa, agar aniq, undan ham arzonga kelishtirib beriladi. Batafsil ma'lumot olish uchun telefon raqamlariga telefon qilinglar.